tarjima mahoratingiz kamida 10 baravarga oshib ketadigan ajoyib texnikani ya'ni sifr imtihonlarga kirishingizdagi yozish mahoratingizni tarjima 15 daqiqa shug'ullanadigan bo'lsangiz, ishoning, tarjima mahoratingiz 1 oydan keyin, 2 oydan keyin juda ham yuqori darajaga chiqadi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tarjima mahoratingiz kamida 10 baravarga oshib ketadigan ajoyib texnikani o'rgataman. Va bu texnikaning eng qulay tomoni bu o'zingiz bilan o'zingiz self study qilish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Hech qanday ustozsiz amalga oshirishni o'rgataman va bu sizga ChatGPT yordamida qanday qilib til mahoratingizni oshirsangiz bo'ladi degan savolga javob bo'ladi. So'nggi paytlardagi texnologiyaning yangiligi bo'lgan ushbu ChatGPT va bu kabi boshqa dasturlar qaysidir ma'noda o'quvchilarni dangasa qilib qo'yyapti degan xulosalarga sabab bo'lsa, boshqa bir jihatdan olib qaraganda o'quvchilarni o'zini ustida ishlashlarini rivojlantirishi mumkin agar siz undan to'g'ri foydalanishni bilsangiz. Bugun sizlarga o'rgatadigan texnikam sizdagi tarjima mahoratini oshiradi va sizga misol tariqasida A2, B1, B2 va C1 darajadagi gaplarni bundan so'raymiz va arab tiliga tarjima qilib qanday qilib ustingizda ishlashingizni aynan o'rgatib qo'yaman. Demak, boshladik. Demak, ChatGPT ga kiramiz va salom bilan boshlaymiz. Men vaqt ketmasligi uchun avval yozib qo'ygan edim va siz aynan shu joyini to'xtatib o'zingizga mana bu matnlarni yozib olsangiz bo'ladi. Demak, nima yozilgan? Salom, sen bilan o'zbekchadan arabchaga tarjima qilishni mashq qilamiz. Agar siz ingliz tili yoki boshqa tillarni o'rganayotgan bo'lsangiz, arab degan so'zni o'rniga o'sha tilni yozsangiz bo'ladi. Sen meni eng yuqori saviyadagi arab tili mutaxassisi sifatida nazorat qilasan. Bular muhim, ya'ni eng yuqori darajada desa, bu sizni yanada chuqurroq tekshirib beradi va o'zini fikrlarini aytadi xato qilsangiz. Menga A1 darajada. Keling, A1 daraja juda sodda. Mayli, qolsin, chunki oramizda A1 darajadagi o'quvchilar ham bo'lishi mumkin. Ularga qiziq bo'ladi. A1 darajada bitta o'zbekcha gap berasan. Bitta demasangiz, birdaniga 10 ta, 20 ta gap tarjimaga berib qo'yishi mumkin. Bitta o'zbekchaga tarjimaga gap berasan va men uni arabchaga tarjima qilaman. Yoki ingliz tiliga yoki boshqa xohlagan siz istagan til. Va sen uni tekshirasan va 100 ballda xolis baholaysan. Xolis baholaysan chunki ChatGPT odatda sizni xafa qilmasligi uchun sizni ruhlantiradi, sizga motivatsiya beradi. Shu sababli xolis baholaysan deb yozdim. Bu birinchi marta shunday yozishim. Va shu tartibda gap berishda davom etasan. Siz bitta gapni tarjima qilganingizdan keyin keyingi gapni o'zi bilib beradi. Va eng qiziq tomoni, ChatGPT hech qachon bir xil gaplar bermaydi. Ya'ni men hozir menga chiqarib beradigan gaplarni men avval uchratmaganman va shu jihatdan sizni turli mavzularda lug'at boyligingizni oshiradi. Bu tarjima mahorati kerakmi desa, albatta. So'z yodlashning eng yaxshi uslublaridan biri o'sha so'zni siz gap ichida ishlatishingiz. Demak, biz bu komandani beramiz va ChatGPT bizga navbatdagi gapni beradi. Xo'p, demak, zo'r fikr. Men sizni arab tili ustozidek tekshiraman, yaxshi. Siz o'zbekchadan arabchaga tarjima qilasiz. Yaxshi, birinchi gap, men talabaman. Juda ham sodda gap. Demak, biz endi buni tarjima qilamiz. Xo'p, birgalikda tarjima qilamiz. Men nima degan edi? Men ana. Xo'p, bu yerda endi mana yozyapmiz. Ana, men talabaman degani ana talibun va yuboramiz. Va yana qanday afzalligi bor deyilsa, sizdagi harakatsiz yozish va harakatsiz matnlarni o'qish mahoratingiz ham oshadi. Demak, tekshiryapti. Bu tarjima to'g'ri. Va baho 100 dan 100 qo'ydi. Endi menga A2 darajada gap ber. Yoki unga buyruq berishingizni eng boshida A2 darajada gap ber yoki B1 yoki B2 yoki C1 darajada gap ber deb boshlasangiz ham bo'ladi. Demak, A2 darajadagi navbatdagi gapimiz. Mening do'stim maktabga boradi. Bu yerda muzakkar muannasligi aytilmagan. Biz buni muzakkarda tuzamiz. Xohlasangiz do'stimdan boshlang, xohlasangiz fe'ldan boshlang. Men fe'ldan boshlashni afzal bildim. Shu sababli, demak, yadhabu. Chunki 3-shaxsga nisbatan yadhabu bo'ladi. Yadhabu do'stim, sadiqi, yadhabu sadiqi. Qayerga? Maktabga. Hop, ila al-madrasati, ila al-madrasati. Hop, beramiz. Endi tekshirib beradi. Yadhabu sadiqi ila al-madrasati. Tarjima to'g'ri. 100 dan 100 qo'ydi. Ikkinchi gapni berdi. Endi biz bundan ikkinchi gapni ham arabchaga tarjima qiling deb so'rayapti. Biz bugun bozorda meva sotib oldik.
Keling shu gapni noto'g'ri tarjima qilamiz. Bu bizga qanday fikrlar beradi? Biz bugun bozorda meva sotib oldik. To'g'ri tarjimasi ishtarayna fakihatan fi as-suq al-yawma. Ishtarayna fakihatan fi as-suq al-yawma. yoki ishtarayna al-fakihata fi as-suq al-yawm. Biz buni endi ishtarayna degan so'zni o'rniga akhadna degan so'zni olaylik. Qani bizni qanday baholar ekan? Akhadna hop fakihatan fi as-suq deymiz bozorda. Fi as-suq al-yawma bo'ladi, lekin keling biz buni yawman deb yozib ko'ramiz. yoki yawm o'zini qoldiraylik va tabiiyki sizda shunday xato bo'lishi mumkin va bu xatolaringizni to'g'rilab beradi. Buni afzalligi xatoingizni o'zingiz ongli ravishda tahlil qilib, keyingi gaplaringizni ushbu xatolarni kamaytirib borasiz. Xo'p, demak, bahoyimiz 100 dan 75 bo'ldi. Tabiiy, chunki biz xato qildik. Xo'p, endi buni fikri. Shuning uchun to'g'ri variant deyapti. Ishtaraynal fakihata fi as-suqi al-yawma bo'ladi deb aytyapmiz. Bir darajada gap ber. Bir darajada gap beradi. Xo'p, men kecha kinoga bordim, lekin u juda band edi. Men kecha kinoga bordim, lekin u juda band edi. Biroz ma'nosi g'alati ekan, lekin biz tarjima qilamiz. Va shu o'rinda men sizga arab tilidagi tinglash mahoratingizni oshiradigan ajoyib bir kursni taklif qilmoqchiman. Kursda siz tayyor yuzlab savollarni tinglab, o'sha vaqtning o'zida tekshirishingiz mumkin. Ya'ni savolni eshitasiz va to'g'ri javobni belgilashingiz orqali tinglash mahoratingiz oshadi. Va matnlarni eshitish orqali matn bo'yicha berilgan savollarni ham bajarish imkoniyatingiz bo'ladi. Va bu savollar A2 va B1 darajadagi savollar jamlanmasidir. Kurs narxi atigi 50 ming so'm. Kursni sotib olish uchun hoziroq pastdagi link orqali biz bilan bog'laning. Xo'p, bormoq. Zahaba. Men kecha kinoga bordim. Men deyish shart emas, chunki zahabtu degan so'zingizning ichida siz borsiz. Zahabtu ila kinoni al-film yoki as-sinema desak bo'ladi. Keling biz sinema deb olamiz. Sinema ila sinema kecha degani amsi lekin u walakinnahu bo'ladi. Va lakinnahu band edi. Kana mashg'ulan deylik, mashg'ulan juda ham jiddan deymiz. Jiddan. Qani tekshiramiz. Mashg'ulan degan so'zimizda imloviy xato qildik. Bu ham bizga xudo xolasa foydaga ishlaydi, chunki xatoyimizni tahlil qilib beradi. Xo'p, demak, as-sinema kinoga to'g'ri, amsi to'g'ri, walakinahu kana mashg'ulan jiddan bu qism xato. Ya'ni mashg'ulan jiddan mashg'ul, ya'ni vav harfini yozamiz deb o'rniga biz nuqta yozib qo'ydik. Buni to'g'riladi. To'g'rilagani yaxshi. Virgul noto'g'ri ishlatilgan, to'g'ri. Kimdir buni ongli ravishda to'g'ri deb yozgan bo'lishi ham mumkin edi va ularga bu life hack bo'ldi, qaysidir ma'noda. B2 darajada gap ber deymiz. B2 darajada gap beradi. Gapni darajasi biroz ortadi. Biroz emas, yaxshigina. Agar men vaqtimni yaxshi rejalashtirsam, men hamma ishlarni kechiktirmasdan bajaraman. Agar men vaqtimni yaxshi rejalashtirsam, agar men yoki umuman agar qilsam degan uslub odatda arab tilida iza bilan aytiladi. Biz aynan shuni ishlatamiz. Agar xato bo'lsa, ChatGPT to'g'rilab beradi va o'rganib olamiz. Demak, iza va izadan keyin odatda ida deb yozib qo'ydimmi? Ha, xato. Qani, hozir buni ham xato hisoblaydi. Iza dan keyin odatda mozi fe'li keladi. Demak, rejalashtirmoq, rejalashtirish xattata fe'li bor. Iza xattattu vaqtimni, vaqti, iza xattattu vaqti yaxshi. Jayidan deymiz, ha? Jayidan. Lekin B2 darajada jayidan past hisoblanadi. Buni aytishimiz mumkin. Beshaklin jayyid. Idza xattattu vaqti jayyidan, men hamma ishlarni kechiktirmasdan bajaraman va idani javob qismida ham mozi kelgani yaxshi. Bajaraman. Qumtu. Qomani olamiz. Qumtu odatda bi bilan keladi. Qoma bi nimanidir amalga oshirish. Xo'p, hamma ishlarni ekan, ishlarimni emas ekan, hamma ishlarni. Xo'p, bikulli hamma ishlarni, bikulli umurin deylik, bikulli umurin men hamma ishlarni kechiktirmasdan fi vaqtiha deb qo'yamiz, o'z vaqtida. Fi vaqtiha. Chunki umur ko'plik bo'ldi. Agar javobni tekshiramiz. Tekshiryapti. Ma'no tushunarli asosan to'g'ri, lekin arab tilida B2 darajada tabiiy va grammatik jihatdan mukammal variant biroz boshqacha bo'ladi. Va bizni ishlatgan so'zlarimizni qumtu deyapti. Fe'l o'tmish zamon, lekin shartli jumlada kelajak zamon yaxshiroq ishlatiladi. Yaxshi.
demak qomadan keyin izadan keyingi keladigan javob odatda o'zi moziyda keladi, lekin muzoriyda berganingiz yaxshi deyapti. Xo'p, 100 dan 85 qo'yibdi. Tavsiya qilinadigan to'g'ri tarjimasi iza xattattu vaqti jayyidan saaqumu muzoriyda yaxshi. Bi jami'il umuri, demak bi kulli umuri bi jami'il umur yaxshi. Bi jami'il umuri fi vaqtiha duna ta'khir. Demak biz kechiktirmasdan degan so'zni fi vaqtiha degan so'z bilan kifoyalanibmiz. Duna ta'khir bo'ladi. Endi biz bundan navbatdagi bir darajadagi gapni so'raymiz. Bir darajada gap ber. Bir darajada gap. Va yuqorida aytganimdek, agar sizni darajangiz B2 bo'lsa yoki C1 bo'lsa, boshidan chiqib kelishingiz shart emas. Boshida siz ChatGPTga prompt yozayotganingizda C1 darajada gap ber deb va siz bu mashqni har kuni 10-15 daqiqa shug'ullanadigan bo'lsangiz, ishoning, tarjima mahoratingiz 1 oydan keyin, 2 oydan keyin juda ham yuqori darajaga chiqadi. Xo'p, demak, C1 darajadagi gap. Birinchisi, agar men loyihani o'z vaqtida tugatsam, men rahbarga taqdim qilaman, hamkasblarim bilan natijalarni muhokama qilaman va kelajakdagi takomillashtirish rejalarini tuzaman. Xo'p, buni qanaqa tarjima qilamiz? Agar men loyihani o'z vaqtida tugatsam. Shunaqangi gaplar keladigan bo'lsa, bo'lak-bo'lak ilib oling. Nimadan boshlayman? Agar men loyihani o'z vaqtida tugatsam, loyihani o'z vaqtida, xo'p, taqdim qilaman rahbarga, muhokama qilaman, natijalarni hamkasblarim bilan tuzaman, rejalarni demak kelajakdagi takomillashtirish, rejalarni takomillashtirish kelajakdagi. Xuddi shu uslubda ketadi. Demak, agar men loyihani o'z vaqtida tugatsam, yuqorida olganimiz izadan boshlaymiz. Iza zalimiz qani? Yo'q emas. Iza, xo'p, tugatmoq anha degan fe'lni olamiz. Iza anhaytu nima ekan? Loyiha degan mashru' degani. Iza anhaytu al-mashru' nimaga aniq olyapmiz? Chunki bu aniq bo'ladi. Va o'zi uchun aniq bo'lgan loyiha. Iza anhaytu al-mashru'a o'z vaqtida fi vaqtihi. Chunki mashru' muzakkar. O'z vaqtida tugatsam, bo'ldi. Birinchi qismimiz bo'ldi. Uni rahbarga taqdim qilaman. Hali o'rgandik-ku. Izani javobida kelajakni bersangiz yaxshi dedi. Demak, taqdim qilish qaddama yoki sallama topshirish bo'ladi. Qaddamani olamiz. Sa'uqaddimu men rahbarga taqdim qilaman. Uni degan so'zni ham qo'shib ketishimiz kerak. Sa'uqaddimuhu lam bilan olamiz. Sa'uqaddimuhu rahbar, rais desak bo'ladi yoki mushrif desak bo'ladi yoki rais deya qolaylik yoki mudir desak, keling, yaxshisi mudir qilamiz. Lil mudiri qilaman va hamkasblar bilan natijalarni muhokama qilaman. Va deymiz. Va saunaqishu muhokama qilaman men deyapti. Demak, saunaqishu va saunaqishu natijalarni, natijani ko'pligi an-nataija hamkasblar degani zamir degan so'z, agar siz ishda ishlaydigan bo'lsangiz hamkasb bo'ladi. O'qishda o'qisangiz kursdosh bo'ladi yoki sinfdosh bo'ladi. Shu sababli va saunaqishu an-nataija ma'a zumala'i va deyapti. Va kelajakdagi takomillashtirish rejalarini tuzaman. Reja tuzmoq xattata. Va sa'uxattitu rejalarni xo'p, takomillashtirish rejalarini. Rejalar degan so'zning tarjimasi reja ahdaf desak bo'ladi, g'oyalar yoki rejalar xutuvat desak bo'ladi. Yaxshi, shuni olamiz. Sa'uxattitu xutuvati takomillashtirish demak rivojlantirish bo'ladi. Rivojlantirish at-tatwir deb olamiz. Xutuvatu tatwir izofa bo'lganligi uchun xutuvatga aliflam qo'ymadik. To'yimiz qani? Tatwir va sa'uxattitu xutuvatu tatwir fil mustaqbal. Kelajakdagi fil mustaqbal. Qarang, bizni tarjimamiz. Iza anhaytu al-mashru'a fi waqtihi sa'uqaddimuhu lil-mudiri wa sa'unaqishu an-nata'ija ma'a zumala'i wa sa'uxattitu khutuwat at-tatwir fil mustaqbal. Menimcha chiroyli tarjima chiqdi va hozir biz ChatGPTning fikrini ko'ramiz. Tekshiruv 100 dan 100. Qoyil, 100 dan 100. Yaxshi tarjima bo'pti. Va hech qanday fikr bildirilmagan va navbatdagi gap. C2 darajada ham gapni so'rab ko'ramiz. C2 darajada gap ber. C2 darajadagi gap juda ham qiyin bo'ladi. A1 darajadagi gap bilan C2 ni muhokama qiladigan bo'lsangiz, ChatGPT ni o'zi o'ylanib qolyapti, shunaqa gap tuza olamanmi deb. Xo'p, demak, birinchi gapimiz, agar men ilmiy tadqiqotni mukammal yakunlasam, men natijalarni nashr qilaman.
konferensiyada taqdim qilaman va boshqa olimlar bilan keng muhokama qilgan holda yangi tadqiqot yo'nalishlarini belgilayman. Va bu gapni qarang, keling harakat qilamiz. O'rganib olamizda bitta yangi ma'lumot olishimiz mumkin. Agar men yana shu uslub yakunlasam, hop, demak, iza bo'ladi. Mana siz yuqoridagi gapingizda buni o'rgandingiz va xuddi shunday keyingi gaplarda o'rgangan narsalaringiz qolaveradi. Siz bu yerda o'zingiz kuchli ustingizda ishlaysiz va so'z yodlash mahoratingiz juda ham oshib ketadi. Xo'p, demak men yakunlasam, xo'p, demak bu yerda hozir arab harflarini topishga biroz qiynalyapman. إذا أنهيت تدقيقات ديال البحث العلمي bo'ladi. البحث العلمي مكمل بشكل كامل من نتيجة نشر qilaman. نشر qilmoq, nashara yoki طبع. سأطبع, سأنشر. نشرni ona qilamiz. سأنشر nima ekan natijalarni an-nataij qarang takror kelyapti-da bu sizni so'z yodlashingizni juda ham keskin oshiradi. Va sa'anshuru an-nataija bo'ldi va konferensiya taqdim qilaman. Vergul kelgan joylarda siz va bilan ketaverasiz. Va taqdim qilmoq. Va sa'uqaddimu yana haligi so'zimiz. Va sa'uqaddimu va sa'uqaddimuhu unini o'zimiz qo'shyapmiz. Va sa'uqaddimuhu konferensiyada. Konferensiya al-mu'tamar fil mu'tamari va deyapti. Va boshqa olimlar bilan keng muhokama qilgan holda yangi tadqiqot yo'nalishlarini belgilayman va belgilash vaqtimiz ketmasligi uchun vada'a fe'lidan olamiz yoki uhaddidu qilaylik. Haddada fe'li menimcha juda chiroyli keladi. Va sa'uhaddidu yo'nalishlarini, demak yangi tadqiqot yo'nalishlarini majal olamiz. Sa'uhaddidu majalat deymiz. Majalati al-bahth al-jadid demak boshqa olimlar bilan keng muhokama qilgan holda مع المناقشات deb qo'ya qolamiz. مع المناقشات boshqa olimlar مع العلماء خمسة قناة العلماء الآخرين bo'ladi. آخرين demak إذا أنهيت البحث العلمي بشكل كامل سأنشره deymiz. سأنشره نتائج بارك سأنشر النتائج وسأقدمه في المؤتمر وسأحدد مجالات البحث الجديد مع المناقشات مع العلماء الآخرين. مع اكتب وقت مع المناقشات o'zgartiramiz. مع المناقشات hop dan kelgan deylik, masalan boshqa olimlar bilan munoqasha qilganimdan keyin hop بعد أن أناقش مع العلماء الآخرين. Endi ko'ramiz natijamiz qanaqa chiqadi. 100% chiqdi. Demak, hech qanday fikr bildirilmadi. Agar bu yerda qanaqadir xato qilsangiz, sizni xatolaringizni yuqoridagi tekshiruv kabi tekshirib, mana bu joyda bu so'zni ishlatganingiz yaxshi deb aytadi. Agar siz uni tahlilidan, tekshiruvdan qoniqmasangiz, yozsangiz bo'ladi. Menga o'zingni variantlaringni isbotlab ber, o'zingni eng afzal variantingni taqdim qil desangiz bo'ladi. Ushbu mashq sizga yozish mahoratingizni, ya'ni sifr imtihonlarga kirishingizdagi yozish mahoratingizni, tarjima qilish mahoratingizni, hatto tarjima qilganingizdan keyin uni gapira olish, chiqara olish mahoratingizni yaxshilashga yordam beradi.